Demak, chiziqda tenglamada qachon bo'sh to'plam bo'ladi, qachon x kubi uchun bo'ladi. Tushundinglarmi? Chiziqli tenglamada qarang. Agar x qisqarib ketib qarang 0 teng 0 tenglik paydo bo'lsa nima bo'ladi? X kubi uchun paydo bo'ladi. Nimaga? Mana bitta masala ko'rib ketamiz. 3x minus 7 teng 3 kere x minus 2 minus 1. Mana shu tenglamga e'tibor beringlar. Ko'rdinglar shu tenglamani? Endi bunday ochib chiqaman bu taraf. 3x minus 7 teng 3x minus 6 minus 1. İki tarafda ham tenglasak 3x minus 7 teng 3x minus 7. Bir tarafga yig'sang 3x minus 7 plus 7. 0 teng 0. To'g'rimi? Doskaga qaraymiz. Sardor telefonni olib qo'y. Kallang bo'lsin. Nima o'ynab o'tiribsan? Yosh bo'lamisan? Dars payti sani poylayman, ishonasanmi? Sani, yomon azizni, tayini yo'q dononi. Telefon o'ynayapsanmi? Olib kel. Ya olib kelman, ishon. Men chin qabul qildim. Olib keldan olib qo'y. Olib kelmani? Mayli. Mana shunaqa oxirida qisqarib ketib qisqasi 0 teng 0 paydo bo'lib qoldimi, hurmatli o'quvchilar? 0 teng 0 paydo bo'lib qoldi. Bu degani x kubi ichim degani. Ya'ni x o'rniga tenglamaga, ya'ni mana bu tenglama bor-ku, qanaqa tenglama dedik? 3x minus 7 teng 3 kere x minus 2 minus 1. Shu tenglamaga x o'rniga любой sonni qo'ysak ham, misol ikki taraf teng chiqib qolaveradi degan. Tushundinglarmi? Nimaga? Misol ixchamlarning qisqarib kelgan paytda x yo'q bo'lib ketsa-yu, ikki taraf ham bir xil chiqib qolsa, masalan 0 teng 0 mi, 10 teng 10 mi, 8 teng 8 mi, shu любой bittasi chiqib qoladigan bo'lsa, tenglama x kubi ichimga ega bo'ladi. Xohlasanglar keyin son qo'yib ko'ramiz. X o'rniga necha qo'yib ko'ramiz? 2 qo'yib ko'ramiz. Sakrab ketyapti, nimadir sansa. 2 qo'yib ko'ramiz, qarang. 3 kere 2 minus 7 teng 3 kere 2 minus 2 minus 1. 6 minus 1 paydo bo'ladimi bu yoqda? Mana bu 0 bo'lgandan keyin men polni 0 bo'lib ketib, bu yoqda ham faqat minus 1 paydo bo'ladi. To'g'ri tenglik paydo bo'ldimi? Ana. X o'rniga yana 2 qo'yib ko'rsatdik. Любой son qisqasi. Qanaqa sonni qo'ysanglar nima bo'laveradi? Bir xil bo'lib qolaveradi. Tushundinglar? Yo'q. Yo'q, javobi 0 emas, minus 1 emas. Qara. Dilbek, x o'rniga любой sonni qo'ysang to'g'ri kelaveradi. Javobi nima buni aytaymi? X tegishli. X tegishli minus x plus x. Aqlingga kelgan sonni qo'y. Tushunsan? Chunki nimaga? Mana qaranglar. Yana takrorlayapman. X kubi uchun degani mana shunday degani. Mana qarang. Xo'p. Mana bunga e'tibor berdinglar. Ishlab kelingan payt x yo'q bo'lib ketib, to'g'ri tenglik paydo bo'lib qoldimi? Bu tenglama mana oddiy mantiqni tushuntiradi. X ga bog'liq emas ravishda har doim to'g'ri tenglik paydo bo'ladi. Yana takrorlayman. Bu tenglama shunaqa tenglamaki, x ga bog'liq emas ravishda har doim nima? To'g'ri tenglik paydo bo'ladi. X o'rniga necha qo'ysang ham nima qolaveradi? Teng chiqib qolaveradi. Hozir mana 2 qo'yding, minus 1 teng minus 1 bo'ldi. 3 qo'ysang nima bo'lardi? 9 ayrilgan 7 bo'lib qolardi. Bu taraf 2 mi? Bu yoqqa 3 qo'ysang nima bo'ladi? 1 3 kere 1 3, 3 dan 1 esa bu ham 2. Bu ham 2, bu ham 2. 2 teng 2 bo'lib qolardi. Любой sonni qo'ysak ham nima qolaveradi bunda? Teng qolaveradi. Va aynan shu holat qachon kuzatilar ekan? Qachon x yo'q bo'lib ketib, mana
x la yo'q bo'lib ketsa-yu, bu yoq ham 0, x turish kerak bo'lgan joyi ham 0 bo'lib ketishi kerak ekan, i solda turish kerak bo'lgan joyi ham nechta bo'lib ketishi kerak ekan? 0 bo'lib ketishi kerak. Mana. Oxirida 0 teng 0 chiqib qoladigan bo'lsa, nima bo'lar ekan? X ko'paychi. Bunda x ning javobi nima? Любой. Shunga x ko'paychi degani bu tenglama shunaqa tenglamaki x o'rniga necha qo'ysa ham misol javob ikki taraf tenglik to'g'ri chiqadi. Tushundingizmi? Qayerdan bo'lganmiz? Ikki tarafda ham x yo'q bo'lib ketib, ikki tarafda ham 0 teng 0 paydo bo'lib qolishdan o'rganamiz. Tushundingizmi? Demak, strukturaviy fikrlab ko'radigan bo'lsak, nima bo'ladi strukturasi? Strukturasi qarang. Ax teng b edi-yu, to'g'rimi? A ham nima chiqish kerak? Ikki taraf ham 0 teng 0 bo'lib ketishi uchun. Zuhriddin, A ham 0 bo'lib ketishi kerak va одновременно b ham 0 bo'lib ketishi kerak. Yetib bordimi? Ana shunday. A ham, b ham demak bizda 87 kim uydagilar? Hali hop eshitaman. Bo'ldi, xo'p, charchadim. Xo'p. Kimdir cho'ta uydagilardan so'radi, lekin uydagilari javob bermadi. O'tir jimga darsingni beradi. Kim ekan o'sha? O'xshamadan priyom, o'tmadan. Uylardagilar telefonga javob so'rasin, javob so'ramoqchi bo'lsanglar qizlar. O'g'il bola bo'lsa mayli, o'g'il bola hech narsa qilmay yuraveradi. Tili osilib, lakillab, ko'chada sangay o'xshab. Ha? Tili. Yuraveradi, o'g'il bola nima qiladi? Qiz bolani endi uydagilardan so'ramasang javob berib bo'lmaydi. Ba'zi qiz bolani uydagilar yerda eshitsa, "Men qizim darsga ketdi-ki dedim. Bu dugonlar bilan yuribdi. Nima bu ahvol? Nima bu mashina edi?" desa, men nima deb javob beraman? Qaranglar do'stlar. O'g'il bola hech narsa qilmaydi. Qayerda edi? Ukraina urushga borib keldim. Yaxshi keldingmi? Kir. Tamom. Qiz bolaniklar emasdi. Короче, x ko'paychi bo'lish uchun nima bo'lish kerak? A ham, b ham 0 bo'lib ketish kerak. Qanaqa holatga kelgandan keyin? Mana bunday holatga kelgandan keyin, tushundinglarmi? Masalalarni ishlaymiz o'g'lim. Xo'p, qancha x ko'paychim degan savollar. Mana x ko'paychim. Qaysi birini ko'rib beray? Mana. Yoqubjon akalar tahlil qilayotgan payt aytinglar, qaymi? Shu mavzuni nima desam ekan? Yoqubjon bilan bu mavzu bir-biriga tushmaydi. Tipasi uchun tikka qiladi-da, nimaga? Yoqubjonlar ham sizlarga o'tganman. Prosta kimdir qaysidir mavzu bilan kelishmaydi-yu. Mana ham masalan kelishmaydigan mavzularim bor. Oson mavzu, o'tkim kelmaydi lekin. Masalan, kasrlar bor. Kasrlar bor-ku. Yoqmaydi ham, to'g'risi. Qiynalib ketaman o'tib bo'lguncha, xuddi bir taxtani yeyishga kimdir majburlaydi, xuddi shunaqa hissiyot paydo bo'ladi. Qaranglar. A va b ning qanday qiymatlarida deyapti? Tenglama x ko'paychimiga bo'ladi. Tenglamani birinchi qanaqa ko'rinishga keltirib olish kerak? Ax teng b. X qatnashganlar bir tomonga, qatnashmaganlar ikkinchi tomonga yig'amiz. 3 bu yoqqa plus 3 bo'lib ketdi, tushundinglarmi? Endi shuni x chiqarib olsak. Mana bu kattani o'rnida nima kelyapti? A minus 3. B ning o'rnidachi? A minus 7 mana. B ning o'rnida nima kelyapti? X ko'paychim bo'lishi uchun nima bo'lish kerak edi? Bir paytda ikkalovi ham 0 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Demak, A minus 7 ham 0 bo'lishi kerak. 3 minus B ham 0 bo'lishi kerak. U uchun A ni chiqish kerak. B chi? Tushundinglarmi yo'qmi? Tushundingmi?
Chindan ham A ni o'rniga 7 ni, B ni o'rniga 3 ni qo'yib yuborsanglar, mana bu joyi borki, mana paket tuzayotgan joyi. Ikki taraf ham nima bo'lib ketadi? Buni yonida x yonidagi narsa 0 bo'lib qoladi, bu taraf ham 0 bo'ladi. Natijada 0 teng 0 paydo bo'ladi. Tenglamada 0 teng 0 paydo bo'lishi bizga nima olib keladi? X ko'p yechimda hukm chiqarishga olib keladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, rahmat. Yana bitta kurs beraman. Hey. Kim gap beryapti, qiz bolalar? Qayerdan ishlasam ekan endi buni? Boshladik, qaraylik. Xo'p. Mana qarang endi. Xo'sh. X chiqarib olsaylik. Katta A o'rnidan nima kelyapti? B o'rnidan nima kelyapti? Ta'minsiz. X ko'p yechim bo'lishi uchun A kvadrat minus 4 ham 0 bo'lishi kerak. A minus 2 ham 0 bo'lishi kerak. Mana bu nechta variant beradi bizga? Nimani kvadrati 4 ga teng? A ni 2 bo'lishligi yoki A ni minus 2 bo'lishi. Bu qanaqa variant beryapti? Qaysi birini olamiz? 2 nimi, minus 2 nimi? Minusli olmaymiz. Nima uchun olmaymiz? Bu minusli bo'lgani uchun emas. Takrorlayman. Minusli bo'lgani uchun olmaymiz degani emas. Sababi qarang. 2 ni qo'ysang, 2 ni qo'ysang, одновременно bu ham 0 bo'lib ketadi. Bu ham 0 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Lekin sen minus 2 ni qo'ysang, faqat mana bu 0 bo'ladi. Bu esa 0 bo'lmaydi. A ni o'rniga minus 2 ni qo'ysang-ku, mana bu 0 bo'lib ketadi. Chunki minus 2 kvadrati 4, 4dan turadi 0 bo'ladi, bu 0 bo'lib ketadi. Mana bu yerda minus 2 minus 2 minus 4 paydo bo'ladi. 0 teng minus 4 bo'lib qoladimi? Bizda nima paydo bo'lishi kerak edi? 0 teng 0 paydo bo'lishi kerak. Demak, tenglamani yechimi nechi? 2. Ikkalova ham bir xil son taklif qilyapti. O'shani olasiz, tushundinglar? Agar bitta o'zgaruvchiga nisbatan berilgan bo'lsa. Boyagisida boshqacha edi. Biri A ga nisbatan, biri B'ga nisbatan. Farqi bormi? Tushundinglarmi yo'qmi? Yodingizda yo'q? 5 minutdan keyin boshlaysan. Ketishim kerak-da. To'g'ri tushuntiring. A? Ustoz kelolmagan bo'lsa. Uzoqdan keladi, ustoz. Men kelolmayapti. Yo'q-a? Keyin haftadan boshlaydi. Qayerdan keladilar? Yangi yo'ldan. Nima yangi yo'lda turaman-ku? Yo, ana ish chiqmayapti endi. Taksi 10 ming so'm bilan getirib tashlang. Avtobusam bor. Avtobusga minmasang? 5 ming so'm deydi. 1 soatda keladi avtobus. Endi siz zodagonda bo'y o'tchasiz, siz faqat qimmat mashinalarda yurasiz, konditsionerli mashinalarda. Bizga farqi yo'q. Damas ham orqasiga kelaveramiz.
Qarang, tenglama qachon hech kimga ega bo'lmaydi? Tenglama qachon hech kimga ega bo'lmaydi? To'ppa-to'g'ri. X yo'q bo'lib ketadi-da, qaranglar. Agar chiziqli tenglamada x qisqarib ketsa-yu x qisqarib ketsa-yu degani nima degani? Chap tarafda nima paydo bo'lib qoladi? X qisqarib ketsa 0 paydo bo'lib qoladi, to'g'rimi? Chunki chap tarafga nima yig'ilayotdi, Dilbek? X la yig'ilayotdi, to'g'rimi? O'sha x qisqarib ketsa-yu yig'ishtiradi. Bu degani nima degani? Chap tomonda nol paydo bo'lsa-yu o'ng tomon qisqarib ketmasa nima bo'lmaydi? Bo'sh to'plam paydo bo'ladi. Ya'ni tenglama x ning hech bir qiymatida to'g'ri chiqmaydi. Tenglama x ning hech bir qiymatida to'g'ri chiqmaydi. Kelinglar misol bilan ko'rsatib berib ketaman, maylimi? Nimaga gaplashasizlar kamroq? Ha? Nimaga gap berasan? Kim unga gap berayotgan? Dilbek, yoshlar. Sardor. Ha. Qara do'stga. Olib qolib uyga esa qildirishni boshlaymi? Ko'zing boshlayotchilar ekan. Qarang, bir tomonga yig'asizlar-yu, mana x lilar bir tomonga, x yo'qlar bir tomonga. Shu payt g'alati hodisa paydo bo'ladi. Qarang, 0 teng -27 bo'lib qoldimi? Mana x qisqarib ketdi, lekin sonli qism bor-ku, sonli qism qisqarib ketmadi. Bu nima degani? Bo'sh to'plam degani, tushundinglarmi? X o'rniga nech qo'ysang ham, mana shu tenglamaylar hech qachon nima chiqmaydi? To'g'ri chiqmaydi, ha. Tenglamada asosiy mohiyat nimadan iborat? Bu taraf bilan bu taraf teng qilib qo'yadigan x topishmi? Yana takrorlayman. Tenglama asosiy mohiyati nima? Chap tomon bilan o'ng tomonni bir xil qilib qo'yadigan sonni topish, to'g'rimi? Hozir mana x yo'q bo'lib ketdi va xato tenglik paydo bo'ldi, to'g'rimi? Bu degani x o'rniga kallangga kelgan qanaqa sonni qo'ysang ham javobi chiqmaydi. To'g'ri, bu tomon bilan bu tomon ikki xil bo'lib qoladi. Son aytinglar, qo'yib ko'ramiz, ha? 3. Qara. 3 kere 3 minus 4, to'g'rimi? 5 kere 3 minus 9 plus 6 minus 2 kere 3. X o'rniga 3 qo'yib ko'rsatyapman men sizlarga. Nimani bildirish maqsadida? Qanaqa sonni qo'ysang ham ikki tomon har xil chiqib qolaverishini tushuntirish maqsadida. Tushuntira oldimmi? Muvozanat kelmaydi, tenglik bajarilmay qoladi. Sezdinglarmi? X kub yechim bilan yechimi yo'q degan holatda ikkalovida ham x yo'q bo'lib ketar ekan. To'g'rimi? X kub yechim degan holatda bu tomon ham 0, bu tomon ham 0 chiqib qolar ekan. Bo'sh to'plam degan holatda-chi, bu tomon 0 chiqadi, lekin sonli qismi 0 chiqmaydi. Yetib bordimi? Farqini tushundinglarmi? Juda yaqin bir-biriga x kub yechim bilan bo'sh to'plam. Mana bu hozirgi holatimiz bo'sh to'plam. Hozir tushuntirib beraman. X o'rniga 3 qo'yapmiz mana. -1 bo'lgandan keyin mana buncha -3 bo'lib qoladi. Teng. Qarang, mana bu yoq -6, 5 ko'paytirsanglar -30. Qo'shilgan 6, ayrilgan yana 6. Qisqarib ketadimi? -3 teng -30.
To'g'ri tenglaymi shu? -3 -30 ga tengmi? Ko'rdinglarmi? 3 qo'yuvdim bu mana. Не только что 3 ni. Kallanglarga kelgan, aqlinglarga kelgan любой son keltirib qo'ysanglar ham tenglik javob nima chiqmaydi? To'g'ri chiqmaydi. Bu payt javobi nima bo'ladi? X tegishli bo'sh to'plam bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Demak, strukturasi bo'yicha nima bo'lishi kerak ekan, qaranglar. Bo'sh to'plam bo'lish sharti. Ax teng b bo'lgan paytida bolalar x yo'q bo'lib ketishi kerak ekan, ya'ni x yo'q bo'lishi degan a 0 bo'lishi kerak, lekin b 0 bo'lmasligi kerak. Tushundinglarmi? Bu tomonda 0 paydo bo'lib qolishi kerak, a tomon x li tomonda. To'g'rimi? Bu tomondachi son paydo 0 dan farqli qanaqadir son bo'lishi kerak. E'tiborda misol ishlaymiz endi. Agar chap tomon bo'lib ketib, o'ng tomon qo'lga chiqishi mumkin. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Dilbek, muhimi qara 3 xil holat bor. X qisqarmadimi? Qanaqa son paydo bo'lsa ham, masalan, mana bu yerda davriy kasrda x teng yana qanaqadir o'nlik kasr bo'lib qoladi. X qisqarmadimi? Bittagicha. X ham qisqarib ketdi, u tomon ham qisqarib 0 teng 0 paydo bo'lib qoldimi? X ko'payishi. Mana bu yerda 3-holati mana bu ko'rayotgan holatimiz. Nechi bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bu yerda x qisqarib ketdi, mana bu yerda shoptol qoqib turibdimi? 0 emasmi? Shoptol qoqgan 0 emas-ku. 0 emasmi? Tamom. Bo'sh to'plam. Tushundingmi? Bu qanaqa son turishining qizig'i yo'q. Qara, o'nlik kasr ham son, davriy kasr ham son, oddiy kasr ham son, noto'g'ri kasr ham, manfiy son ham son, musbat son ham son. Son bo'lsa bo'ldi bu tarafda, tushundingmi? Yo'q, sinab ketdi, yo'q. Sondan degani bo'lsa bo'ldi. Любой son. E'tiborda shu maydalab tushuntirib o'tyapman, haqmi? Barib tushunmadi. Hazillashyapman. Sizlar nima bo'ladi? Hazil tushunmaysizlar. Davom etamiz. Mana tenglama yechimga ega bo'lmaydi degan. Qaranglar. Birinchi tenglama nima qolishi kerak? O'sha ax teng b ko'rinishgacha olib kelish kerakmi? Boshladik demak. Demak, struktura nima? Ax teng b ko'rinishga olib kelasan, shart berasan, shtob a 0 bo'lsin, b esa 0 dan farqli bo'lsin degan. Bu narsa bu yoqqa, to'g'rimi? Bu yoqqa. A o'rnida nima kelyapti? X yonidagi narsa nima bo'ladi? 5 minus a kelyapti. B o'rnidan nechi kelyapti? Qaranglar. Bo'sh to'plam bo'lish, yechimga ega bo'lmaslik sharti nima edi? A o'rnida turgan narsa 0 bo'lib ketsin, 5 minus a shtob 0 bo'lsin, B 0 ga teng bo'lmasin. Chindan ham B o'rnida kelgan narsa 0 ga teng emasmi? O'zi -6 kelyapti-ku, to'g'rimi? Masalan, shartda B o'rnida kelgan narsa 0 bo'lmasin deyilgan. Bu yoqda B o'rnida o'zgarmas son -6 kelyapti. -6 A 0 emasmi? Mana bu shartni tekshirib o'tirish ham shart emas. Любой payt bajariladi. To'ppa-to'g'ri shart kelib qoldi. Nimaga qaraysizlar endi? Faqat nimani hal qilishga harakat qilasizlar? Katta A o'rnida kelgan narsa. U uchun A nechi bo'lishi kerak? 5 bo'lishi kerak. Demak, A o'rniga 5 qo'ysanglar bo'sh to'plam chiqadi. Savollar bormi? Mana ko'rsatib berayin. Oxirgisi mana. Lekin sizlarga vash komfort bo'lib ketdi. Hech qachon bu mavzularni bunaqa tez o'tmaganman, to'g'ri? Zamonaviy naviylashish kerak ekan. Bu mavzuni birinchi marta o'tyapman. Bu mavzuni elektron doskada birinchi marta o'tyapman. U ancha ana ber ekan, plyus berar ekan. Hozirgacha faqat telefonda videoga olgan-ku. Ne o'ylab qolsa, masalan, endi bunday bo'lmasmi? 1 yilda
bitta yo'q 1 yil emas, 2 yilda ham yo 1 yilda ham bitta elektronniy doska alishtirsam ham menga выгодно. Chunki men har yili ikkita telefon boshiga yetardim-da. Shunaqa bo'lmayapti. Sen telefon dam olyapsan. Uni YouTube'ga qo'yib, bosh og'riq o'tirmayman. Kompyuterda o'zida qo'yaman-ku. Kompyuterga tashlab, montaj qiladigan ishlar bo'lmaydi-da. Shuni kompyuter o'zidan qo'yib yuboraman. Ashshi mazza ekan. Sizlarga ham mazza. Men hech qachon doskani to'smayman-da. Bilasizlarmi, yozayotgan paytda eng o'qituvchilarning katta kamchiligi gapiradi-yu, lekin doska to'sib turiladi. Sen u gapga qarab xitlab ola olmaysan, to'g'rimi birdan? Mana shunaqa. Mana bu yerda nima qilishimiz kerak? Buni ham qanaqa ko'rinishga keltiramiz? Excelda ko'rinishga keltiramiz. Qarang. Mana bu yerda x chiqarib olsanglar, undan ko'rinish. Aliva kelganmi bugun? Bo'lsa, jinoiy sherigi ham shu yerda. A nechi bo'lishi kerak? B ni o'rnida nima kelgan? -3 -10 ta. Bo'sh to'plam bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? A ni o'rnida kelgan narsa 0 bo'lib ketib, B ni o'rnida kelgan narsa 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Birinchisini ishlab olaman. A 2 ga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ikkinchisi cheklov qo'yadi hozir, qaranglar. Mana shuni ham ishlab olamiz. Xuddi tenglama ishlaganga o'xshab ishlanadi, faqat o'rtasida teng emas, nima deb yoziladi? Teng emas deb yoziladi. Tengni o'rniga teng emas bilan ishlanadi. Shundaymi? A necha teng bo'lmasligi kerak? -0,3 ga. Qaranglar, javobi nima bo'ladi? Mana bu yechimmi yo cheklovmi? A teng 2 deyapti. Yechim. Mana bu nima deyapti? Cheklov qo'yadi bu. Tushunyapsizlarmi? Bu nima degani? Agarda hozir biz A ni 0 ga teng deb ishlaganimizda, A ni 0 ga teng ishlaysizlar. 2 bilan -0,3 chiqsa edi-yu. Mana bu yoqdagi cheklov nima ko'rsatyapti? -0,3 ta ona agar -0,3 chiqib qolsa deyapti, to'g'rimi? Tushunaymi? Agar mana bu tenglamani yechimi, mana bu A ni 0 ga, katta A ni 0 ga tenglagan paytingda paydo bo'lgan yechim, ya'ni A teng 2 bilan A teng -0,3 chiqib qolsa-yu, mana bu yoqda teng emas deb ishlagan payting A teng emas -0,3 deb cheklov berganda edi, biz nima qilardik? Ikkita yechimdan o'sha mana buni cheklagan yechimni chiqarib tashlardik. E'tiborda nima degani? Ya'ni birinchisi 0 ga tenglagan yerda sizlarga yechim kiritadi. Ikkinchisi nima qiladi? Страховка oladi. Cheklov qo'yadi. Agar mana bunday yechim chiqib qolsa, uni olmaysan. Tushundinglarmi? Bu aytyapti hozir A teng 2 chiqsin deyapti, bu aytyapti A -3 bo'lsa, o -0,3 bo'lsa ona deyapti. Hozir chindan ham topilgan yechim -0,3 emasmi? Demak, olsa bo'ladimi? Demak, tenglama yechimga ega bo'lmasligi uchun A ni necha bo'lishi kerak? 2 bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Bu cheklov, prosta tushib ketadi. Agar mana bu yoqdagi son bilan yechimda chiqqan son bir xil bo'lsa, o'sha sonni tashlab olasan. Kim tushunmadi? Qo'limni tartib tushunmaganlar bormi? Davom etamiz. Hozir shunga o'xshagan misol bordir balki, cheklov sifatida chiqarib tashlash mumkin bo'lgan, kerak bo'lgan. Tekst yechimga yegan ko'rdik, yechimga ega emas ko'rdik. Hammasini ko'rib bo'ldik, adashmasam. Bitta yechimga yegani ham ko'rdik. Mana bu yerda tenglamani yeching degan. 91, 92, 93-savollar bor-ku. Bu yerda sizlarni nima bilan chalg'itmoqchi aytaymi? Harf ko'payib ketadi-yu. Bolalarning kallasida bitta narsa paydo bo'ladi. Men nimani topsam ekan? Baraka topgur, tenglamada nimani topasan? A bilan B nimi yo X nimi? X da. Nimaga noma'lum sifatida qaraysan? X ga. Demak, noma'lum qatnashganlar bir tomonga, noma'lum qatnashmaganlar ikkinchi tomon. Xuddi o'sha protsessni bajaramiz hozir. Tushundinglarmi? Qiyin narsa emas bu. Boshingni ko'tar. Shukrona. Tushunmayapsanmi?
pastga qarab ham tushunsa bo'ladi. O'qishda ham qilib tur. Ertaga sharmanda bo'lmaylik uyingdagilar oldida. Mana x qatnashgan mana bu narsa bu yoqqa o'tadi, x qatnashmagan mana bu narsa bu tomonga keladi, to'g'rimi? Minus b kvadrat x minus ab x teng minus a minus b. Bitta ish qilay. Ikki tarafdan nima ko'paytirib olish kerak bunda? Hammasi minusli bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? B kvadrat x paydo bo'ladi, plus ab x paydo bo'ladi. Bu yerda a plus b paydo bo'ladi. Ana endi. Mana bu yerdan keyin nima qilardik? X topib chiqib olarmidik? X topib chiqib olsaydi, b kvadrat plus ab kera x. Bu yerda a plus b paydo bo'ldi. X topish uchun nima qilish kerak? Mana bu narsani bu yoqqa bo'lishga o'tkazib yuborish kerakmi? Buni endi ixchamlaymiz ozgina. Pastdan nima olib chiqsa bo'ladi? Ha, ikkovsi qaradimi? X ni javobi nima ekan? Savlabon. Ha? X ni topish kerakligini mag'zini chaqish kerak-da. Noma'lumni bir tomonga, ma'lumni ikkinchi tomonga deyilgan paytda. Demak, x qatnashgan narsa noma'lum bo'ladi. Mana ma'lumlarda ham xuddi shunaqa. Mana shu narsalarda ham xuddi shunaqa ketadi. Qarang. Birinchi bo'lib mana men sezib qoldimda x qatnashmagan-ku mana bunga. Buni qisqartirib yuborsanglar bo'ladi, hozir ko'rasizlar. Shuni mana buni ko'paytuvchi ajrataman. b minus 3a bilan nima? b plus 3a. a ni chiqartirsanglar. b minus 3a paydo. Ko'rdinglarmi bular ekan? Qisqarib ketar ekan. Polni tenglamani nimaga ko'paytirib yuborsak bo'ladi? A ga ko'paytirib yuborsak bo'ladi. Xo'sh. Men birdan A ga ko'paytirib yubordimda qisqartirib ketyapman, tushunyapsizlarmi nima bilan? Bu tarafga o'tsa baribir minus b o'tadimi? Minus b o'tsa qisqarib ketadimi? X nima teng ekan? Tushundinglarmi? Mana bu ham achavat savollarning bittasi. Nima qilay? Bittasini ko'rsatib beraymi, shart emasmi? Muttaham sizlarda bor. Muttahamligingizni cheki yo'q, hazrat o'g'lilar. Hop. Yo'q. Men oyligimga tush, like deydi-yu, keyin aytadi. Chuchvaran xomsinagan ekan. Abbos, o'zi kichkina bo'lasan, sen kim telefon qilamuncha? O'zi kichkinagina bo'lachasan deyman. Kim bilan gaplashasan buncha? Menga hech kim telefon qilmaydi o'zi. Telefon qilgan odam ham sizlar ota-onalar bo'ladi. Biror bir masala bo'yicha telefon qilaman. Menga o'zimga shaxsan aytam telefon qilmaydi. O'zimni so'rab. Sizlarga kim telefon qiladi? Mayli, mana bu misolni birinchi navbatda nima qildik? Ulab yozib oldik, to'g'rimi? Sizlar daftaringizga sig'masa daftar qanday tashlaysizlar? Bunday emas. Bunday tashlaylar. Sig'magandan keyin iloji yo'qda. Nima qilish kerak buni? Ochib chiqamiz. Birinchi qovuslarni ochib tashlayman, polni. X qatnashganlar bir tomonga o'tadi, qatnashmaganlar ikkinchi tomonga o'tadi. Boshladim. Ha, bu o'zi ochib chiqiladi bu. Birinchi yoyib tashlash kerak-da, tushundingmi? Ha, yo'q, qisqarmaydi, hozir ko'rasan, zo'r ish bo'ladi. Sabr qilchi, ya. A plus B plus C taqsim 2 chiqar javob. Masalan, men hozir misol ishlab ham bo'ldim. Javobini hozir aytganim bilan kim tushunadi? O'sha ishlab ko'rsatmasak,
Hech kim tushunmaydi. Qarang. X qatnashganlar mana bular shu yerda qoladi, to'g'rimi? X qatnashmagan, mana bu hammasi nima qiladi? Dubayga o'tadi, yo'q qarang. Qarang. Ha? Yasha. Qaysi formula yeb qoldi? Yashang. Mana bu taraf. Bu tarafga qaranglar. Shuni 2 ni olib chiqsanglar, a plus b plus c x ni ham qo'yib qo'yaman. X ni ham olib chiqdim. X ni bu tarafga, ikkisini bu tarafga olib chiqib ketdim. Bo'ldimi? Endi nima qilaman? Mana bu narsani shunday u yoqqa nima qilib o'tkazaman? Zo'r o'ylangan, qaranglar. Qisqarib ketsa, x nima chiqadi? Savlabon. Savlabon bolalar. Ha? Mana bularni qanday ishlaysizlar? Tushuntirib ketaymi? Gaplashmang. Bo'sh bo'lamizmi? Gaplashma. Men nima qildim deysangiz gapir. Qaysi birini? Liboy bittasi ishlayveravering. Xo'sh, buni oson ishlashning yo'li tashab ketish. Bittada chiqadi javobi. Tashlaysan, yetasan, tamom. Qarang. Eng oson yo'l bilan tushuntirib ketaman. Ishlayapsizlarmi? Men boya Sardorga nima dedim? Kashet tuxumini topmoqchi bo'lsak, birinchi o'rmonni topamiz, keyin uychasi bor daraxt topamiz, keyin daraxt uychani chekiring sandiq topamiz, sandiqdan keyin tuxum kelib chiqadi. Qarang. Bizga x qatnashgan joy mana bu mahrajmi? Shuni A deb belgilayman. Tushundinglarmi? Nima paydo bo'ldi? 12 taqsim A teng 4. 12 teng 4 kira A. A nechi ekan? 3 mikan? To'g'rimi? Endi qarang, birinchi ish ketdi. Ikkinchida yozib olaman. A aslida nima edi? 5 ayrilgan 2 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim x minus 3 shu narsa necha teng ekan? 3 ga. A deb belgilangan narsa edi, shu to'g'rimi? Shu 3 ekan. Endi mana buni A deb belgilayman. Parosatni ishlatinglar, qaranglar. Qanday kirib boryapsiz ichkariga. Endi mana buni A deb belgilayman. 5 dan nimani ayrsang 3 chiqadi. Demak, mana bu narsa 2 ayrilgan 3 minus 1 taqsim x minus 3'ing necha ekan? 2 ekan. To'g'rimi? Endi nimani A deb belgilayman? Mana buni A deb belgilayman endi. 2 ni nimaga bo'lsa yana 2 chiqadi. 1 gami? Demak, 3 ayrilgan 1 taqsim x minus 3'ing nimaga teng bo'lib qolishi kerak? 1 ga teng bo'lib qolishi. Tushunyapsizlarmi logikasini? Asadbek, tushunyapsan? Endi yana bir marta, endi nimani A deb belgilayman? 3 dan nima ayrsang 1 chiqadi? 2 ni. Demak, oxirgi 4-chi 1 taqsim x minus 3 nimaga teng bo'lishi kerak? 2 ga. Bitta proporsiya qo'yamiz. Qanday bo'ldi? Tushundinglarmi? Farosatni ishlatib, ishlasa chiqadigan savollarda ular. Tushundinglarmi yo'qmi? Yo'q, qaysi birini ko'rsatib beray? Yana bitta ko'rsatib beraman. Ko'p ekan-ku. Mana buni ko'rsatib beraymi? Tushundingmi? Manami? Ya bitta tasha, bitta ko'rsatib berganman. Foydasi bu. Mana ko'rsatib beray.
O'sha mana shuni tanlama, mana shuni tanlama, mana shu betdan. Bular mana ko'p bo'lgani uchun aytyapsanmi? Ha? Mana shu. Bir xil kerak. Mayli. To'xta. Mana qaraylik, yaxshi. Kallani ishlatasizlar. Nima deb belgilaymiz? Ana shu hammasini nima deymiz? Ha deymiz. 2 ga nima qo'shsang 5 chiqadi. 3 ta. Demak, mana shu 9 taqsim 4 ayrilgan 5 taqsim 3 qo'shilgan 2 taqsim x qo'shilgan 1 3 chiqishi kerak. 9 ni nima? Mana buni nima deb belgilaymiz? 9 ni nimaga bo'lsang 3 chiqadi. Demak, birinchi ish ketdi. Ikkinchi ishda demak 4 ayrilgan 5 taqsim 3 qo'shilgan 2 taqsim x plus 1 necha chiqishi kerak? 3 chiqishi kerak. Endi mana buni a deb belgilab parasat ishlatasan. 4 dan nima ayrsang 3 chiqadi. 1 da demak 5 taqsim 3 qo'shilgan 2 taqsim x plus 1 1 bo'lishi kerak. Endi mana pastda a deb belgilaysan. 5 ni nimaga bo'lsang 1 chiqadi. Mana 5 bo'lishi kerakmi? Xo'p, 5 ga mana buni a deb belgilaysan. 5 ga nimani qo'shsang, 3 ga nimani qo'shsang 5 chiqadi. 2 taqsim x plus 1 2 bo'lishi kerak. 2 ni nimaga bo'lsang 2 chiqadi. Mana past 1 bo'lishi kerakmi? X necha bo'lishi kerak ekan? Logichni o'ylasanglar oson. Qiyin misol yo'q. Farosatni ishlatish kerak faqat. Bu ham noyob narsa-da. O'qitib o'rgatib o'ygan narsa-da. Yo'q bo'lsa qiyin. Xo'sh, qaranglar. Mana bu misollar zo'r misollar. Eshityapsizlarmi? Hammasini bir tarafga yig'aman, mana 103, 104 kelganim. Dash 105 ta ham bir xil kelgan, ko'ryapsizlar? Mana shundan 103 kurs berib ketaman. Bu yerda umumiy maxraj berish shart emas. Hammasini bir tomonga yig'aman. Mana buni ham bu yoqqa qo'shib o'tkazaman. Yo'q. Hammasini bir tomonga yig'ibman. Mana bu narsa bu yoqqa nima o'tadi? Mana bu umumiy maxrajga kelib turganlarni bitta maxrajga olaman. Mana bu yoqda e'tibor berdinglarmi? Bir chiqyaptimi yo'qmi mana shu narsa? Birinchisida turgan kasr. Bir xil bo'lib qoldi suratlar maxraj. Yig'indan faqat nima bo'ldi? Joy olishdimi? Bir xil qoldim suratlar maxraj. Nima qilish mumkin buni? Satr olish mumkinmi? Satr olamiz. 1 plus endi mana bu tarafga hisoblaymiz. Minus 2 x plus taqsim 4 teng 0. Endi bu yoq qiyin narsa emas. Birni bu yoqqa uchdan o'tkazib yuboraman. Bitta proporsiya qilaman. 4 bu yoqqa o'tadi qisqasi. -4 -4 bo'ladi, to'g'rimi?
Mana bu ikkita to'rni nima uchun qisqartirib tashlay olmadik? Ikkalasi bir tenglik ikkita tomonda turgan payt bir xil ishorali bo'lib turishi kerak-da. Ikki xil tomonda turgan payt. Keyin bir tomonga o'tgandan keyin bittasi plyusli, bittasi minusli bo'lib qisqarib ketadi. Shu to'g'rimi? Agar tenglik ikkita tomonda har xil ishora bilan turgan bo'lsa, qisqartirib bo'lmaydi. Mana qaranglar, o'zingizlar e'tibor beringlar. X necha teng ekan? Savollar bormi? Oho. Bu yerda degan rosa fikrlatadigan savollar kelgan ekan. Ha? Ha. Maşallah. Davom etamiz. Qarang. Mana bitta ikkita boshda ikkita misollar qiyin emas. Xo'p, nechta ekan o'zi? 120 ta. Yaxshi. X topish kerak emas misolda. Qaranglar, misollarni ishlashinglar uchun birinchi o'rgatib ketishim kerak bo'lgan narsa nima? Ishlayapsizlarmi? Ey. Jamini yo'q, ey. Qani. Agar borku 1, 2, 3 va hokazo nechigachadir sonlar yig'indisi so'ralsa, n gachami, n gacha bo'lgan sonlar yig'indisini topish formulasi qanaqa qaraydi. Birinchisiga oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lasizlar-da, nechta son bo'lsa, o'shani ko'paytirib olasizlar. Masalan, tushuntirib beraman. 1 plus 2 plus va hokazo 99 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini topmoqchi bo'lsanglar, qaraydi. Birinchisiga shunday oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lasizlar-da, nechta son bo'lsa, o'shani ko'paytirasizlar. Nechta son bo'lsa? Nechta son bor bu yerda? 99 ta. Birdan boshlab sanayapti-yu, birda ham, ikkida ham hisob qilyapti. Da. 50 ga necha qolyapti? 99. Tushundinglarmi? Formula qanday ishlaydi? Sizga bo'linma olsanchi. Bo'linadi. Nimaga bo'linadi deb 100% garantiya beryapman. O'zing bitta fikrlab ko'rdi. Dilbek, qara. Agar n top son bo'lsa, mana qisqarmagan bilan n plus 1 juft son qoladimi? Juft son 2 ga bo'linadi. To'g'rimi? Agar n juft son bo'lsa, mana bu bilan mana buni qisqarib ketadi, bu to'g'ri. Logikani tushundingmi? 2 bilan polifon bo'lsa. Chunki n qanaqa son bo'lishi mumkin? Yo to'g'ri bo'lishi mumkin, yo
juft bo'lishi mumkin. Agar n 90 qoladigan bo'lsa, n 1 plus n'ning juft bo'lib qoldi 2 bilan qisqaradi, n juft bo'lib qolsa, n o'zi ham formulada 2 bilan qisqaradi. Hammasi o'ylangan. Uchun zo'r. Qanday keladi bunaqa ideya desangki? Nechinchisi bo'lding? 10 bo'lding? Zaparasini do'stlar. Yaxshi. Qarang. 90 lar yig'indisini topish formulasi qanaqa? 90 lar. Bu 1 dan n'gacha bo'lgan hamma sonlarmidi? Endi 90 lik sal qiyinroq. Ishlayapsizlarmi? Mana bu hamma 1 dan n'gacha bo'lgan hamma sonlar yig'indisini topish formulasi. Qarang, 1 plus 3 plus 5 plus va hokazo. Oxirida qanaqadir bitta son kelsin, lekin bu 90 kelsin, tushunyapsizlarmi? Unda qanday qilasizlar? 1 plus n taqsim 2, ya'ni birinchisiga oxirgisiga qo'shib 2 ga bo'lasizlar. Lekin ko'paytirayotgan paytinglarda sal injiroq ishlaydi forma. Qanday injiq ishlaydi desanglar? Xo'sh. Qaranglar. Ko'paytirayotgan paytinglarda oxirgisiga 1 ni qo'shib 2 ga bo'lib ko'paytirasizlar. Tushundinglarmi yo'qmi deyapman? Yo'q, ikkalasi bir xil sonlar. Oxirgisiga 1 ni qo'shib 2 ga bo'lib ko'paytirasizlar. Yetib bordimi? Misol bilan ko'rsatib bering ustoz. Hay. Qarang. Chunki misol bo'lmasa ko'pchilik bolalar tushunmaydi. Mana faraz qilaylik, 1 plus 2 plus ratatatatatatatata nechigacha bo'lsin? 90 2 emas. Nechi? 3, 3 dan keyin nechi keladi? 5, 5 dan ketaveradi. Shu yig'indan topmoqchimisizlar, qaranglar. Birinchisiga oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lasizlar, ko'paygan. Oxirgisiga 1 ni qo'shib, yo'q, birinchisi emas, 1 ni qo'shasizlar. Natijada nima qoldi mana bu? Birinchisi 49 kera yana 49. Endi 49 kvadratni men bilmayman, o'zingizlar hisob olasiz, kalkulyator hisob. Tushundinglarmi? Savollar bormi? Yo'q-a? Juft sonlar yig'indisini hisoblash qanaqa bo'ladi? Uni ham ko'rsatib ketay. Qarang. Agar 2 plus 4 plus ratatatatata nechigachadir keladigan bo'lsa, qaranglar. Birinchisiga oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lasizlar, ko'paygan birinchisini yarmi. Oxirgisini yarmi. Birinchisini yarmi deb qo'ying, uzr. Oxirgisini yarmi. Tushundinglarmi yo'qmi? Ha, teng yarmi. Misol bilan tushuntiraymi? 98 plus 100. Tushundinglar? 2 plus 100 bo'ladi, taqsim 2, birinchisiga oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lasizlar, keyin ko'paytirasizlar mana. ellik bir kere 50 bo'lib qoladi. Savollar bormi? Tushunmaganlar bormi? Ha? Yo'qmi tushunmaganlar? Bo'pti. Qo'ymaysiz, gaplashishga menga qo'ymaysan sen. Mana men buni hisoblashni tushuntirib beraman hozir. Qarang. Tenglama ishlashimiz uchun birinchi bo'lib nima qilamiz? Polni x ga ko'paytirib olaman. Mana bitta makrajda x lar qisqarib ketadimi? Endi yana dalsh ishlash boshlaymiz. Qarang. Nima qilinadi masalan? Mana 1 dan boshlab tog'lari ham, juftlari ham emas, hammasini yig'indisa bu yerda. Nima qilinadi dedik? Birinchisiga oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lamiz va oxirgi songa ko'paytiramiz, to'g'rimi? Boshladik. Mana bu yerda nima qoldi? X taqsim 2 kara x minus 1 teng 12 kara x. Qarang, nima qilaman?
Mana bu x taqsim 2 ni yo'qqa bo'lishga o'tkazib yuboraman. Qisqarib ketsa 24 chiqadimi? Chapparni ko'paytirsanglar. Mana bunday. Sog'lom. Mana bu ham xuddi o'shanaqa. Yo'da vaqtda 90 juft sonlarni kerak bo'lmaydi. Bittalab qo'shilgan, ko'ryapsizlarmi? Shu 3 ta sog'liklar bir xil. Mana bu. Men o'rtadagicha ishlab berdim. Xo'p. Endi Assalomu alaykum eshitaman. Assalomu alaykum. Kim bu? Yaxshi rahmat. Voy eshitaman. Yaxshi rahmat. Hali bo'ladi ekancha. Tinchlik? Xo'p. Xo'p, ancha-cha. Tushundinglarmi? Qaranglar, qolganlarini hozir Yoqubjon bilan ko'rasizlar. Ishlasizlarmi? Yoqubjon bilan ko'rasizlar.